Sal nariroqda esa Allohning yo'lidagi jahd uchun boqilayotgan oti bog'langan edi. Tun osuda, osmon musaffo, son sanoqsiz yulduzlar mudroq yer yuziga zarrin shu'lalarini sochib turardi. Usayd ibn Hudayr bu pokiza havoni Qur'on oyatlari bilan xushbo'ylantirish uchun shirali ovozini baralla qo'ydi. Alif Lam Mim. Bu kitob Allohning huzuridan ekanligida shak shubha yo'q. U taqvodor bandalar uchun hidoyatdir. Ular taqvodor bandalar shundoq kishilarki, g'aybga iymon keltiradilar, namozni to'la-to'kis ado etadilar va biz bergan rizqdan infoq ihson qiladilar. Ular shundoq kishilarki, sizga tushirilgan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar hamda oxiratga aniq ishonadilar. Baqara surasi 1 hamda 4-oyatlar. Sura shu yerga yetganda bog'lovda jimgina turgan bedov hurkib, qariyb arqonni uzib yubora yozdi. Usayd qiroatni to'xtatdi. Ot ham tinchlandi. Birozdan so'ng Usayd suraning davomini o'qiy boshladi. Ana o'shalar Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlardir va ana o'shalarning o'zi najotga erishguvchilardir. Baqara surasi 5-oyat. Ot boyagidan ham qattiqroq bezovtalandi. Tilovat to'xtashi bilan tinchlandi. Hatto bu holat bir necha bor takrorlandi. Har safar navbatdagi oyat yangraganda ot go'yo iztirobga tushganday depsinar, Usayd to'xtashi bilan bedov ham jimlanib tek qotardi. O'g'li Yahyoga ziyon yetishidan cho'chigan ota uni uyg'otish uchun o'rnidan turdi va beixtiyor osmonga qaradi. Tepada bir parcha chiroyli bulut xuddi soyabondek turar va u boshqa bulutlarga mutlaqo o'xshamasdi. Unga bir qancha chiroqqa o'xshagan narsalar qadalgan bo'lib, atrof ufqlarga ziyo taratib turardi. Bulut asta osmonga ko'tarilib, nihoyat ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tong otgandan so'ng Usayd payg'ambar alayhisolamning huzurlariga borib, kechagi voqeani gapirib berdi. Payg'ambar alayhisalom, o'sha bulut seni tinglayotgan farishtalar edi, ey Usayd. Agar qiroatni to'xtatmaganingda farishtalar ketmagan, odamlar ularni ko'rgan bo'lishardi dedilar. Usayd ibn Hudayr Allohning kitobini qanchalik sevsa, uning elchisini ham shunchalik yaxshi ko'rardi. O'zining e'tirofiga ko'ra, qalbi eng musaffo va shaffof bo'lgan paytlar Qur'on o'qiganda yoki tinglaganda, yoyinki payg'ambar alayhisalomning xutba qilayotgan, hadis aytayotgan holatlariga qaraganda bo'lardi. Allohning elchisini quchoqlab bag'riga bosishni, o'pib rohatlanishni orzu qilardi. Bir marta u bunga muyassar bo'ldi. Kunlarning birida Usayd qavmdoshlariga qiziq voqeani hikoya qilib turardi. Payg'ambar alayhisalom uning qissasini ma'qullaganday yonboshiga urib qo'ydilar. Usayd, "Ya Rasululloh, siz qattiq urdingiz" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Unda mendan qasosingni ol" dedilar. "Meni yalang'och badanimga urdingiz, sizda esa libos bor", e'tiroz qildi Usayd. Payg'ambar alayhisalom ko'ylaklarni ko'tardilar. Usayd u kishini qattiq quchoqlab, muborak jasadlarni o'pa ketdi. So'ng, "Ota-onam sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh, sizni tanigan onimda qalbimda uyg'ongan orzuga bugun erishdim" deb qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom Usaydning muhabbatiga muhabbat bilan javob berdilar. Islomga peshqadamlar qatori kirganini, Uhud kuni payg'ambarni himoya qilib 7 joydan og'ir jarohatlanganini unutmasdilar. Qavmi orasidagi obro' e'tiborini xotirda tutar, boshqa odamlarning ishi bilan murojaat qilsa ham yo'q demasdilar. Usaydning hikoyasi. Men payg'ambar alayhisalomga qiynalib qolgan bir ansoriy xonadoni haqida so'z ochdim. U xonadonning aksari ahli ayollar edi. Payg'ambar alayhisalom bor narsani tarqatib bo'lgandan keyin kelding-ku ey Usayd, endi qachon qo'limga biron narsa tushganini eshitsang, o'sha oilani menga eslat dedilar. Bu voqeadan keyin Haybar g'azotidan o'lja tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni musulmonlar o'rtasida taqsimladilar. Ansorlarga ko'p ulush berdilar. Haligi xonadon ahliga ham katta miqdorda nasiba ajratdilar. Men u kishiga Alloh sizga ularning nomidan go'zal mukofot bersin yo Rasululloh dedim. U kishi sizga ham ey ansorlar jamoasi Allohning eng go'zal mukofotlari bo'lsin. Bilishimcha siz sabr bardoshli kishilarsiz. Mendan keyin boyligi o'ljalarga sizdan boshqalar ega chiqishini ko'rasiz. To menga yo'liqquncha sabr qiling. Siz bilan Havz-i Kavsar bo'yida uchrashamiz dedilar. Umar ibn Hattobning xalifalik davrida navbatdagi g'azotdan tushgan g'animat musulmonlar o'rtasida taqsimlandi. Xalifa menga bir hulla yubordi. Kiyib ko'rsam kichik keldi. Masjidda o'tirgan paytimda yonimdan bir Qurayshlik yosh yigitcha o'tib qoldi. Uning egnida jangda qo'lga kiritilgan hullalardan biri bor edi.
ammo libos keng va kattaligidan yigitcha uni sudrab yurardi. Men yonimdagi kishiga payg'ambar alayhisalomdan eshitganimni aytdim. Mendan keyin boyligu o'ljalarga sizdan boshqalar ega chiqishini ko'rasiz. So'ng Rasululloh haq aytadilar deb qo'ydim. Suhbatdoshim Umarning oldiga borib men aytgan gapdan xabardor etdi. Xalifa oldimga shoshib yetib keldi. Men namoz o'qiyotgan edim. U namozingni o'qiyver ey Usayd dedi. Men ibodatdan forig' bo'lganimdan so'ng xalifa so'radi. Boya nima deding? Men aytgan gaplarimning barini takrorladim. Alloh seni avf etsin dedi Umar. O'sha hullani men falonchiga jo'natgan edim. U ansoriy Aqaba bay'atida Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan. Seni ko'rgan bola undan hullani sotib olib kiyib yurgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergan narsa mening davrimda sodir bo'ladi deb gumon qilganmiding? Xudo haqqi, endi men bu ish sizning davringizda ro'y bermasa kerak deb o'ylayman, dedim men. Usayd ibn Hudayr mazkur voqeadan keyin uzoq yashamadi. Alloh taolo uni o'zining huzuriga chorlab olishni ixtiyor etdi. Uning 4000 dirham qarzi bor edi. Merosxo'rlar qarzni to'lash uchun Usayddan qolgan yerni sotmoqchi bo'lishdi. Buni eshitgan Umar roziyallohu anhu, "Yo'q, birodarimning farzandlarini qashshoq bo'lib qolishlariga yo'l qo'ymayman" dedi. So'ng qarz egalari bilan gaplashib ko'rdi. Ular keyingi 4 yil ichida Usaydning yeridan chiqadigan hosilni sotib olishga ko'rishdi. Har yillik hosilni 1000 dirham evaziga.